Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftal xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Xitoyda chiqadigan Ozodlik armiya gazeti Xitoy qurolli kuchlarining Baydagi ko'mirkan hujumchilariga o'tchachar ishlatganligi haqidagi xabarni oshkor e'lon qilgandan keyin xalqaro kuchli ta'sir paydo qildi. Xabarda deyilishicha, Xitoy qurolli kuchlari gumondorlar yoshiringan o'nkirga oldi bilan yashoq quzish bombasi va silkitib hushsizlantirish bombasi atgan. Bumi unum bermaganda ular o'nkirga qaratib o'tchachar ishlatganligi ma'lum. Amerikadagi Uyg'ur kuzatuvchilardan siyosiy analizchi Ilshod Hasan apandi bilan advokat Nuri Turkal bu vaqtda radiomiz ziyoratini qabul qilib, kuchli inkos qaytardi. Ular Xitoy qurolli kuchlarining ayollar bilan bolalarni o'z ichiga olgan Uyg'ur gumondorlarga qarata o'tchachar qurol ishlatganligi bugungi xalqaro qonun va insoniyatning axloqiy nizomlarini oyoq osti qilganlik deb ko'rsatdi. Uyg'ur Avtonom rayonlik ma'rif nazorati o'tgan hafta Xitoy hukumat taratqularida bayonot e'lon qilib, Xinjiangda majburiy ma'rif butunlay haqsiz davrga qadam qo'ydi degan. Bayonotda yezilardagi majburiy ma'rif kapolat tuzilmasi bilan shaharlardagi o'qitish, parch xarajat pulini kechirim qilish siyosatining butun avtonom rayonini qoplash nishoniga yetganligi xabar qilingan. Halbuki Guman aysining Moji bozoriga qarashliq Yengibog' boshlang'ich maktabidan egallagan uchurlar yuqorqi hukumat tashviqotini rad qilmoqda. Egallanishicha, mazkur kentdagi mutlaq ko'p qism ota-onalar bir yilning 8 oyida yaqin yurtlarda medikachilik qiladi ekan. Ata-ona mehridan mahrum qolgan bolalar to'yinish va kiyim-kechik butun bo'lishdek eng aqalli holatdan mustasno oldi yashmoqda ekan. Yaqinda Yaponiyaning Xoso universitetida Uyg'ur madaniyati va adabiyoti bo'yicha ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilgan. Mazkur muhokama yig'ini Uyg'ur hozirgi zamon gongi she'riyatining asoschisi shoir Ahmadcha Osmonning yapon tiliga tarjima qilingan 2-she'rlar to'plamining nashr qilinganligi munosabati bilan uyushtirilgan. Yig'inda Uyg'ur hozirgi zamon yangi she'riyati, tarim arxeologiyasi, Uyg'ur kinochiligi, Uyg'ur elida yadro sinoqlarining ta'siri qatorliq temalarda dokladlar berilgan. Yaponiyadagi Uyg'ur tadqiqotchilari shoir Ahmadcha Osmonning yaponcha nashr qilingan 2 she'rlar to'plami haqida to'xtalib, Yaponiyadagi o'qirmanlarni eng jalb qilgan omil dal Ahmadchan she'rlaridagi insoniyatga o'rtaq erkinlik chaqiriqidir deb ko'rsatdi. O'tgan hafta Parijda yuz bergan terrorlik hujumidan keyin Xitoy tor soqchilarining Uyg'ur rayonidagi aqliy iqtidorlik yanfon va internet ishlatuvchilarga bo'lgan kontrolligining hassilab kuchayganligi ma'lum bo'ldi. Uyg'ur rayonida egallangan naq maydon uchurlarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati o'tgan haftadan buyon Uyg'ur elining har qaysi joylarida to'rga ulanadigan yanfonlarni birma-bir tintishga boshlagan. Tor soqchilari internet süzgüchidan foydalanib, gumonliq deb qaragan yanfon nomerlarini taqqigan hamda telefon egalarini soqchixona yoki hukumatning ko'chma telefon bosh shirkatiga berib, kimlik uchurlarini qayta tizimga oldirishga majbur qilgan. Amerikadagi George Washington universiteti bilan Brüssel va Parijdagi bir qancha universitetning hamkorligida uyushtirilgan 2-navbatli xalqaro Uyg'ur shunoslik yig'ini 17 noyabrdan 20 noyabrgacha Brüssel shahrida ham Parijda o'tkazilgan. Mazkur muhokama yig'inida Amerika, Avstraliya, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Yevropa allaridan kelgan mutaxassislar Uyg'ur tarixi, madaniyati, til adabiyoti va siyosiy ijtimoiy masalalar bo'yicha maqolalar o'qigan. Yig'inga qatnashgan tadqiqotchilar radiomiz ziyoratini qabul qilib, bu qitimliq ilmiy muhokama yig'inining Uyg'urshunoslik bo'yicha yangi va ko'p taraflamalik temalarni o'tirg'i chiqarganligini ilgari surdi. Uyg'ur elining dehqonchilik va chorvachilik rayonlarida yo'lga qo'yilayotgan davolanish sug'urtasi, ya'ni hamkorlashib davolanish kartining amaliy davolanish jarayonida dehqon chorvachilarga haqiqiy ma'nodagi sug'urta yordam olib kelolmaganligi ayon bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, doiralar 2003 yildan boshlab dehqon chorvachilar uchun hamkorlashib davolanish kartasi tuzumini yo'lga qo'ygan. Halbuki mazkur siyosat yo'lga qo'yilib 10 necha yildan oshgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur elining har qaysi joylaridan kelgan inkoslardan qaraganda davolanish kartining dehqon chorvachilarga hech qanday amaliy yordam olib kelmaganligi ma'lum bo'lmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.